Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi reysimiz Sankt-Peterburg Toshkent, Moskva Toshkent. Primoy reyslar. Aziz yurtdoshlar, sifatli qonuniy avtobuslarda ketmoqchi bo'lsalaring, ekranda ishonchli nomerlar bemalol telefon qilib bog'lanib kelaverasizlar. Avtobuslarimiz shart-sharoitlari har bitta sideniyada mana zaryadka uskunalar bor. Sidenalarimiz 30 gradusga yotadi. Salonning ichida ham mana paypari yurasizlar aziz yurtdoshlar. Mana yurtdoshlarimiz ana xursandchilik bilan ketishyapti. Bu avtobuslarimiz to'g'ri to'lmasa o'z vaqtida Primoy Toshkent shahriga jo'nab ketadi. Tanlovda adashmasdan, har xil yolg'on aldolarga ishonmasdan, ishonchli nomerlarga telefon qilib bog'lanib kelishlaring mumkin. Hozir mana proverkalar bo'lyapti aziz yurtdoshlar. Dokumentcha yurtdoshlarimiz обязательно yonlaringga pul savolinglar, yo'lda rasxodlaring bo'ladi. 60 kilo yuk poложенlar bemalol olib kelib, bepul olib ketishlaring mumkin. 3 kunda xudo xolasa Toshkent shahriga kirib borasizlar. Ayta avtobus sharoitlari yaxshimi? Assalomu alaykum. Qayerdansizlar? Men Andijondan. Andijondan. Sizchi aka? Samarqanddan. Qalay avtobuslar mana? Yaxshi mana. Oyoq kiyimlar yechib, paypali chiqdilaringmi? Yaxshimi? Lyuksmi? Udobstvolari? Udobstvolar joyidami? Nima deysizlar yurtdoshlarga? Tavsiya qilasizlarmi? Kelishsin, telefon qilsin, nomerlaringiz chiqdi. Mana biz ham telefon orqali chiqdi. Bo'ldi aka. Birinchi marta ketishlaringmi? Men birinchi ketishim. Bo'ldi. Ishonchli ekanmi samikilarni? Ortiqcha pul olinmayaptimi aka? Yo'q. Shikoyatlar yo'qmi? Yo'q, shikoyat. Endi chiqdi-ku mana. Bo'ldi. Lekin xonalarda o'tiradiganlardan shikoyatimiz yo'q. Bo'ldi, gapi oqo'ylar yaxshi aytibdilar. Xohlasa ochiq bo'lsa, Esalomon yetib olasizlar. yetib olsak bo'ldi. Bo'ldi. Ishonib kelganlaring uchun rahmat. Tanlovda adashmasdan ekranda ishonchli nomerga telefon qilib bog'lanib kelib, shunaqa sifatli avtobuslarda ketishlaring.